Sonra medvaliyim. İç kayıttı. Bir gele. Hey. Ola bir yola da sayıda ben mutawakkillerine gitsin diye ana. Versine git geldik mi tane ne kultak bir oyun yapar o şeyden. Hasta kultak. Ha. Mana bu 40 kayıttı mı? O. Bunun kavramı doğru. Kriptamın tayi. Şundan her zaman diye var. Bunun her tayi her zaman bir başka rakam diye. Mana bunu koda yaxshi. Yani ilk doğru. Yeri kirli gurgur kokuyor. Davlatobod tumani do'stlar, Afg'onistonning shimol tomoni. Mana do'stlar, mana bu ekilgan narsa. Bizda hing deymiz. Hingga badbo'y, bir sassiq hidi bor bu narsani, juda ham qimmat. Mana shu ostidan nima qiladi? Hosil shu sharg'anga o'xshagan. Shu ostidan hosil qiladi. Juda ham bir qimmat narsa bu. 1 kilosi bizda 3000-4000 afg'oni bo'ladi, $50 qarab. Juda ham bir qimmat narsa bu. Mana shu 5 yilga hosilga kiradi, 5 yilda mana shu narsalar. Hing deymiz buni nomini. Hing, badbo'y. Fors tilida nima aytiladi nomi? Juda ham sassiq hidi bor bu narsani. Mana juda ham bir nima bosgan ekan buni o't bilan. Mana o'tdan tozalashyapti bu dehqonlarimiz. Juda ham o't bosgan ekan bu. Mana hosilni. Yomon o't bosgan ekan buni. O'tni ichida ko'rinmayapti u. 5 gektar yerni ekishgan ekan, 5 gektar. Mana do'stlar, shunaqa hovuzni to'ldirib qo'yar ekan, keyin suv kamaysa mana shundan ichishar ekan bu qishloq aholilari. Mana bu hovuz juda ham chuqur, bir 10 metr keladi chuqurligi. Mana bu atroflari. Mana shu atroflarni qurshab qo'ygan. Bu to'y nima bo'lsa shu yerda o'tirib turar ekan bu. To'y hashak nima bo'lsa. Bunlar anjir daraxtlari. Shu nimalardan o'sib chiqqan hovuzning yonboshlaridan. Do'stlar, bu ham shu Davlatobod yerlari, Hashimobod. Hoshimobod dedi mantqani nomi, tumanning nomi. Juda ham quruqchilik joy, bu suv kam bu yerda. Shu quyosh panellaridan suv chiqarishadi. Shunaqa joylar bu. Mana shunaqa qilib suv chiqarishadi bu
turbina tortishgan. Mana bu yoqqa borgun uchun quyosh panellaridan suv chiqarishadi bu yerda. Suv juda ham kam chiqim. Quruqchilik. Mana shunaqa nima tortib shu uzoq yerlarga suvni olib borishadi bu qishloq aholilari, odamlar. Mana quduq mana shu yerda joylashgan, shuni ostida. 32 gektar yerga mana suv berar ekan mana shu quyosh panellari. Mana bitta, ikkita, uchta. Bu yoqda bittasi. Yana aholilar mana shunda suv chiqarishadi. Daryo juda ham uzoq bir yerdan. Quduq ham shu 80 metr, 100 metrcha qaziladi quduq, juda ham chuqur. Yerning ostida ham juda chuqur joylashgan suv. Suv kamlikda mana shu yerda qurib yotibdi. Juva qilib qo'yishgan, tikishga tayyorgarlik. Suv yo'q bu yerda, juda ham kam. Shu quyosh panellari orqali 80-90 metrdan suv chiqarishadi. Assalomu alaykum. Daymi Hoji baba. Xayrami ketdimi? Daymi harma? Shukr. Namek çoğuluyordun mu yer Hoji baba? Ay ne Xudo. Buna jo'yani aylama gidiyoruz deyin. Ko'p yaxshi. İki kişi orqali ishlar ekan mana bu. Suvam ko'proq qo'yib qo'yma. Avva. Yine bu. Kese kolma, kese kolma.